biz uni videoda ko'rganimiz bilan qizlar bizga mana bolangiz yotibdi degani bilan uyga kelganda o'zini ko'rganimizdan keyin biz уже tushunib yetdik, что bu yerda qotillik bor. Qotillik alomatlari bor bu yerda. Aniq bor, lekin bu narsalarni prokuratura bilan hal qilgandan keyin biz yana sizlarga chiqib savollarga javob beramiz. Inshaalloh. Sherzod gapingiz bormi? Shu agar isbotlashib qotil deb o'ylashsa hammasiga roziman. Och, betingni och. Ba'zidan registratsiyangiz chiqmasdan qiynayaptimi? Registratsiyangizni qilib beradigan 10 yillik tajribaga ega ishonchli professionallarni sizlarga tavsiya qilamiz. Moskva, Podmoskva, Piterda registratsiyani bazaga kiritish, трудовой договор, уведомление, запрет, tibbiy sug'urta olish va 20 dan ortiq xizmatlari mavjud. Darhol ekrandagi raqamlarga Telegram yoki WhatsAppdan yozing, ishingizni mutaxassislarga topshiring va xotirjam bo'ling. Nega yashiryapsan betingni? Aybing bo'lmasa top qotilni. Meni bolam ketdi. Meni bolamni hech kim qaytara olmaydi. Gapir, dadil gapir. Nimaga yashinyapsan? Gapir. Men o'sha kun senga aytdim, to'g'risini gapir deb. Bu yerda bilinib turibdi-ku, ertak Avazbekni ham aldayotganlaring bilinib turibdi. Gapir, mana Avazbek qilib berdi hozir, xalqqa chiqarib beryapti. Gapir qolganini. Ya agar meni aldaganini bilib qolsam, opa, mayli boshqalarda aldaversin, lekin men bunga jonimni berib yaxshilik qilib turgan joyimda meni aldayotgan bo'lsa agar. Bugungi video murojaatim Rossiyada mehnat safarida yurgan vatandoshlarimiz diqqatiga. Ayni kunlarda musofir yurtdoshlarimiz Rossiyadan turib O'zbekistonning Humo va Uzcard kartalariga pul yubora olmasdan kurs pastligi va shunga o'xshash turli xil muammolarga duch kelishyapti. Agar siz ham shu kabi muammolarga duch kelayotgan bo'lsangiz, pullaringizni tezda mobil ilovasidan O'zbekistonning istalgan Humo va Uzcard kartalariga yuqori kursda osongina yuboring. Ilovani Play Market va App Store'dan yuklab oling. Shoning, men ham jim turmayman lekin Sherzod o'zim olib borib beraman mana shu opani oldiga. Qolmaysiz. Olib keltiramiz. Xudo xolasa O'zbekistonga tergovni ko'chirtiraman. O'sha harakatida yuribman. Sherzodbek, qara, uka, mana qarang. Sherzodbek deb gapiryapman, chunki men aybiz bor deb yoki aybiz yo'q deb gapirmayapman. Siz meni nima bo'lganda ham bitta odam paydo bo'lgan ukamsiz. Meni tushunyapsizmi? Kim bo'lsangiz ham qat'iy nazar. Men sizga aytayapmanki, Sherzod yoki Sherzodbek, sizga endi akalik gapim, siz gapiring desam gapirmayapsiz. Men ikki og'iz sizga o'zingizga gapim bor, maylimi? O'zingizga, onaxonga gapim yo'q meni. Sizga gapim bor. Ukajon, bular mana obunachilarni mana 7780 bitta odam ko'ryapti, bularni yo'q deb tasavvur qilib o'zingga gapiraman uka. Hozir bundan oldin primoy efirdan tashqari telefonda ham gapirdim, primoy efirda ham gapiraman. Jon uka, sen ham birovni bolasisan. Kimidir ko'zini gavharisan, jon uka. Kimidir ota-onangni umidisan. Ota-onangni. Ota-onang senga ishonib qoladigan yoshga yetib bo'lgan. O'sha kuni ham aytdim, jon uka, kelganingdan beri ishladingmi, tuzuk qurib pul topdingmi desam, yo'q aka, cho'pcha yaxshimi bo'lmayapti, u bu dedi. Mana jon uka, batga Koreya keldingmi, pulingni top ket. Endi bu ayolga ham xafa bo'lma. Sen oldin hali aytganim, bu ayolga o'xshab bitta insonni 25 yoshmi, nima, necha yosh bo'lsa ham kirgizib, shu holatga olib kelgin, keyin mana shu ayolni sen tushunib yetasan, unda 25 yil o'tish kerak sen tushunishing uchun. Shuning uchun bu ayolni agar aytayotgan gaplari to'g'ri bo'lib chiqsa, hozir men bu ayolni ham tarafini olganim yo'q. Seni ham tarafini olganim yo'q. Men mana ikkita chiziqda o'rtasida turibman. Adolat bilan turibman lekin. Onlayn ham, offlayn ham adolat bilan turibman. Agar ayolning gapi to'g'ri chiqsa, ayol tomonman, seni gaping to'g'ri chiqsa, men nabarot bu ayolga aytaman, opa, davay, kechirim so'rang deyman. Kechirim so'rang, bu bolani birovni bolasi haqida gapirdingiz deyman. Shuning uchun jon uka, hozir bu odamga gapimni tugatib olay. Sherzodbek, sen hozir kallangni chalg'itmaginda, agar sen haqligingni bilsang, o'sha qizni o'ldirib qo'ymaganmisan, o'zing o'ldirib osib qo'ymaganmisan, uni bilsang, xotirjam bo'l. Butun dunyo seni yomonlagan taqdirda ham seni Robbing turibdi. Tushundingmi? Agar oqligingni o'zing bilsang, agar nohaqligingni bilsang, ishon, harakatingni qil.
harakatingni qil. U nima senga haligi gap emas, bu qo'rqitish emas. Davlat qonun tomonidan jazoingni olasan. Lekin sen juda chuqur qayg'uga tushib qolma. Endi nima qilaman? Menga birov qizini beradimi? Odamlar nima deydi? Qo'shnimiz nima deydi? Afsattor aka nima deydi? O Mavludaxon xola nima deydi deb turib, odamlarni umuman qo'pol qilayotgan fikriga tupurib qo'ydi. Robbingni oldida tavbani qil. Shu mavzuni esingdan chiqar. Mana shu ayoldan qanaqadir bir jazo beriladigan bo'lsa, davlatdan jazo beriladigan bo'lsa, shu dunyoni o'zida shu muammoni hal qilib 5 yil bersa, 5 yil o'tirib chiq, 10 yil bo'lsa, 10 yil o'tirib chiq, shu dunyoni o'zida masalani yechib ol. Tushundingmi uka? Ha, tushundim aka. Agar bu narsani u yoqqa olib boradigan bo'lsang, u yoqda bor mana shu umring davomidagi to'plagan savoblaringni menga ber deb turib olsan, nima qilasan? Masalan. Tushundingmi? Shuning uchun jon uka, sen Nozima meni singlim bo'lsa, sen ham meni ukamsan. Nozima meni singlim bo'lsa, sen ham meni ukamsan. Ikkalang xato qilgansan, lekin bu dunyoda qonun gapiradi. Ertaga lekin qiyomatda haqiqiy adolat o'sha qiyomatda bo'ladi. Mayli, bu kunda qanaqadir nimadir minus pluslar bo'lishi mumkin dunyoda. Lekin o'sha kunda haqiqiy adolat bo'lgan kunda hech kim yaqa-baqa ketolmaydi. O'sha seni harakat qilgan qo'ling o'zi gapirib beradi, senga guvohlik beradi. Shuning uchun iltimos jon uka, sen ham birovni jondan aziz farzandisan. Mana odamlar hamma seni yomonlasa, men ham shular bilan qo'shilishib yomonlab o'tirmayman seni. Sen hali gumonlanuvchisan jon uka. Iloyim, sen beayb chiqqin deb men duo qilaman. Agar aybing isbotlanadigan bo'lsa, seni qonun bo'yicha mazeni qochirishga men shu opani yonida birinchi safda turaman. Iltimos. Avazlik buni bir o'zi emas, betda yana bor. Mayli, necha kishi bo'lsa ham opa, necha kishi bo'lsa ham 3 kishi bo'ladimi? Menga aytsa 800 kishi bo'lmaydi opa. Bularni borku, men mana bolamni mayiti kelgunicha kutdim. Uydagilar kelarmikan? Ana shu bolani ham o'zi telefon qilarmikan, bular uzr so'rarmikan dedim. Ikkita opa o'sha Setora bilan Farida ikkalasi aytishdi ular. Kechirim so'ra deb majburladi. O'shanda ham tayinli kechirim so'ramadi. U qizim qaytib kelmaydi meni. Maytda qaytarib men 25 yosh qila olmayman u qizni. Qaytib men qiz tug'a olmayman boshqa betda. Endi uni qonun hal qiladi. Ayolman o'sha. To'g'ri. Lekin o'sha to'g'risi betda u bola ham bu bola ham ikkalasida ham bor gap betda. Bu aytyapsiz, hozir bunga bitta savol beryapsiz. Sen tayinli pul jo'natdingmi? Bu meni qizimni pulini, qizimga kredit oldirgan, qizimni pulini olgan, qizimga mashina oldirgan, hammasi kelib chiqyapti. Qo'limda yig'ilib turibdi. Bu o'ylayapti, bilmayapti deb men kutyapman bularni. Hali ham ota-onasini kutyapman. Agar kelmasa, o'zim boraman ota-onasini oldidan o'taman baribir borib. Faqat siz o'sha qo'lingizdagi hamma narsani bitta papka qilib to'plang opa. Qilyapsizmi? Qanaqa dedi, disk qilasiz dedi, fleshkaga yig'ing hamma zapislarni dedi, qog'ozliklarni qog'oz qiling dedi. Eng ustiga dedi, o'sha meni o'ldirgan, meni o'lishga majbur qilgan Sherzod deb yozilgan qog'ozni dedi, ilova qilasiz dedi. Elchixona bilan prokuraturaga topshirasiz, ularni bu tomonga ko'chirishga ruxsat so'raysiz dedi. Men o'sha qonun tomonidan bu tomonga ko'chirish harakatidaman. Endi hammalaringga rahmat. Hozir keldi ketdi bo'lib turibdi. Yana noto'g'ri tushunmanglar. Men uzoq o'tirib qoldim. Hurmatlaring uchun o'tirdim. Savollarga menimcha javob bera oldim. Yana kerak bo'lsa yana gaplashamiz. Hozircha hamma temani yopib turaylik. Ekspertiza kelsin, ekspertiza javoblar, telefondagilar chiqsin. Yana boyagi kameralar chiqsin. Men ham sabrsizlik bilan kutyapman. Men ham kutyapman. Qo'llab-quvvatlab duo qilib turinglar. Duo qilib turinglar bo'ldi. Qolganini gaplashamiz. Rahmat hamma. To'g'ri. Ona telefonlashamiz alohida yana. Xo'p, rahmat. Xo'p. Sherzodbek, tushmay turing jon uka. Eshiting meni. Eshityapsizmi? Eshityapman aka. Uka, men hali sizga prямой efirdan tashqari ham, kecha ham 2 soat meni jog'imni olib gapirdim, to'g'rimi? Mana yerda ham hozir mana marhumani bitta tojikistonlik opamiz o'lib qolganda, mana shuni oldida o'tiribman hozir. Ayollarni kirgizib yorib, mana shu prямой efirda qilib o'tiribman, bekor o'tirmaydi. Qara, Sherzodbek, sen men kerak bo'lsa uyimga olib kelib olaman seni. Tushundingmi? Sen ham birovni bolasisan. Men hali aytdim, Nozima menga qanaqa singil sifat bo'lsa, sen ham menga bir xilsan. Hali hech nima aniq emas. Yana qaytaraman. Agar aybingni Melisa isbotlab beradigan bo'lsa,
qonun tomonlama ayasi nima qilsa men ikkita qo'limni ko'tarib ayasiga yordam beraman. Agar san haqligingni isbotlab beradigan bo'lsang, masalan, qaysidir tomonlardan-da endi san ham o'zingni oqlashga yoki himoya qilishga haqqing bor. O'shaning uchun san o'sha ayol manaqa desa, san ham o'zing o'sha dalilingni to'playsanmi, guvohingni olib kelasanmi, nima qilsang ham o'zingni himoya qilish uchun kerakli narsalaringni tayyorlab qo'y. Lekin hali gapim xulosa, nima bo'lsa ham mana shu dunyoni o'zida hal qilib olinglar, jon uka, bo'ptimi uka? Tavbani qil. Mana aka namoz o'qiyapman, gaplardan keyin namoz o'qiyapman, oldin o'qimasdim. Endi hozir qattiq bo'lib tavba qilganman deyapsan. Tavba qilganingni men bilib turibman. Shuning uchun men senga o'shancha qattiq gapirmayapmanki, seni gunohingni eslatish menga emas. Tushunyapsanmi? Seni Robbing kechirib turgan paytda men kimman seni gunohingni eslatib, seni izza qiladigan, to'g'rimi? Shuning uchun odamlar gapiraveradi. Odamlar sen ayeni qonnidaligingda ham anu nima xotin homilador ekan, tug'sa Sherzod qo'yar ekan ismini deb gapirgan. Tug'ilganidan keyin ham gapirdi. Ertaga o'lib bitta qabrinning ichida do'mpayib yotsang ham aytda Sherzod yotibdi deb odamlar har doim gapiradi. Hozir mana muhokamada turgan mana shu prямой efirda 7 yoshli odam ham turibdi, qara. 70 yoshli odam ham turibdi. Sen bitta narsani o'zing uchun bilib ol. 100 yildan keyin mana shu temadagi odamlar birontasi qolmaydi. Tushunyapsanmi? Men demoqchimanki, hozirgi mana u ming'ir-sing'ir temadagi gaplarimiz bir arzimagan gaplar. Tushunyapsanmi? U odamni qaytarib kelmaydi. Masalan, agar men shu narsani senga tushuntirmoqchimanki, mayli sen aybdordirsan, boshqadirsan, lekin ota-onangning aybi yo'q-ku. Ota-onang sendan umid qilib turgan yoshda-da, o'g'lim uylasam, o'g'lim belimga quvvat bo'ladi. Koreyadan pul jo'natsa mashina olamiz, umraga jo'natadi meni deb haliga endi 20 yil daraxt ekib mevasini yeyman deb turgan paytida sen mayaqdan o'lib qolsang, mayaqdan o'zing nimadir qilib qo'ysang, bizga ish bo'lasan uka. Odamlar seni voy malades zo'r ish qilibdi demaydi. Odamlar aytadiki, aybi bor edi-da, o'shancha osibdi-da deydi, yana dabavga yana gapiradi. Shuning uchun iltimos, har qanaqa holatda ham ko'zingni oldida ota-onang tursin. Seni oldingda Robbing bor. Aytayapman, men masalan haq bo'lsang, men borman. Tushunyapsanmi? Agar nohaq bo'lsang, haliga gap. Shuning uchun ukajon, avvalo mana yuzingni ko'rsatasanmi, ko'rsatmaysanmi, u seni shaxsiy ishing. Odamlar yuzingni ko'rsat deyapti. Men odamlarga aytamanki, odamlar bu odam yuzini ko'rsatishga majbur emas. Shuning uchun iltimos to'g'ri tushuninglar. Mana bu ham men qilmaganman, bunaqa demayapti. Bu qochib ketmayapti. Turibdi. Mana shu qayerdadir turibdi. Mana bu posingda yashayapti. U qochib ketayotgan yo'q. Mana bu ham aytayapti. Avaz aka, aybim isbotlansa, men o'zim melisaxonaga borib, o'zim ikkita qo'limni bunday qilib beraman, deyapti. To'g'rimi Sherzod? Shunday ekan. Mana endi shuning uchun biz bu Sherzod bilan Nozimani ishidan boshqa muhokama qiladigan ishimiz yo'qmi bizni? Men masalan bugun mashinamni ustiga olib bora olmadim. Shu Nozima bilan Sherzod tarqasdan. Men mashinamni tuzatsam bo'lmasmidi masalan? Hammamizning o'zimizning ishimiz bor. Kimdir o'qish kerak, kimdir sport bilan shug'ullanish kerak, kimdir bir boshqa bir masala bilan o'zini ustida o'zi ishlasa bo'lmaydimi? Shu biz qachongacha shu palonchi bunaqa ekan, pistonchi bunaqa ekan, u mana bittasi mana qilib qo'yibdi, bittasi ana qilib qo'ydi. Nimaga qachongacha mana shunaqa mavzularni ustida tortishib yuramiz? Shuning uchun iltimos sizlarda to'g'ri tushuninglar. Mana karslarni qaranglar. Mana kars, mana bitta karsdan so'rasangiz, yon qo'shningni manaqa ishi bor ekan, siz men bilmayman deydi. Chunki bular vaqti bo'lsa ko'chaga chiqib yuguradi, o'zini ishini biladi, ishga boradi, vaqtida uxlaydi, vaqtida maza qilib ovqatini yeydi, shanba-yakshanba borib dengizda damini oladi, o'zini hayotida mazza qilib yashaydi. Tushunyapsizlarmi? Birovlarning hayotiga kirib olib, unga siqilib, undan ko'ra bolangni o'qit, bolangni bugun darsini tayyorlattir masalanda. Shuning uchun iltimos sizlardan, ayollar, bir erlaringga, sizlarga gapim yo'q, sizlarning erlaringga gapim. O'sha xotinlaring chiqib olib internetda birovning hayotini muhokama qilyapti. Shu xotinlaringga bir ayasi qisib o'tir deb aytib qo'yinglar. Iltimos sizlardan, erkaklar, ayollar chiqib tushunmagan temasida kelib aytda ming'ir-sing'ir qilmasin. Iltimos sizlardan, Sherzodni aybi bo'yniga qo'yilgandan keyin
biz o'zimiz ko'pchilik bo'lib Sherzodni qonunni hukmiga topshiramiz. Biz ham o'zi bir qonun basmiz yo bir razborchi emasmiz. Prosta oddiy yordam beradigan, xolis bir haligi insonmiz. Savob uchun yugurib yuradigan insonmiz. Shuning uchun iltimos sizlardan. Sherzodbek gapingiz bormi, ukajon? Bayri opa telefon qilyaptilar Vazbekka, ko'taringchi. Menga telefon qilyaptimi? Shunaqa efirga ko'tarmayapti men deyaptilar Bayri opa. Agar Qayerda boshqa telefon qilyapti? aybim bo'lsa, aybimni isbotlab berishsa, butun umr qamab qo'ysa, butun umr aybimni o'tashga Qayerdan telefon tayyorman. qilyapman? Men ko'rmayapman. Men qayerdan qilyapti? Hozir menga qiluvdilar. Ha? Hozir menga telefon qiluvdilar deyman. Yo, menga bitta odam telefon qilyapti, lekin menda nomeri bor, u boshqa nomer. Xullas, shuning uchun iltimos sizlardan ming'ir-sing'ir gaplarni yig'ishtiraylik. Qonun bor, qonun chiroyli hal qilib beradi. Undan keyin ikkalasi kelishib oladi. Xolasa bir-birini kechirib yorsin, xolasa bir-biri bilan qonun bo'yicha gaplashsin. Bizning boshqa ishlarimiz bor, boshqa bir xayrli ishlarimiz bor, boshqa temalarimiz bor. Shuning uchun biz yo'limizda davom etamiz. Hali tirnoqni ichidan o'tirib olib, kiroqdar o'tiradiganlarga bemalol Alloh sizlarga kifoya qilsin. Bilganlaringni qilinglar. Ana Nozimani daftariga o'xshagan daftar, amal daftarlaring bor. Xohlagan ishlaring bilan to'ldiringlar. Baribir o'zlaring o'qib berasizlar o'sha qiyomat kuni. Shuning uchun biz mana Sherzodni ham orqasidan o'sha masalan endi Sherzod ertaga aybsiz bo'lib chiqadigan bo'lsa, osmagan bo'lib chiqadigan bo'lsa-da, osib o'ldirib qo'ymagan bo'lib chiqadigan bo'lsa, ha osib o'ldirib qo'ygan bu deganlar ertaga Sherzoddan uzr so'ray olasizlarmi sizlar? Sherzod kechirmayman, umringda hamma qilgan savobingni berasan, keyin kechiraman desa nima qilasizlar? Ahmoq odam borku, birovda aybini chuqurlab yashaydi. Ahmoq odam. Aqlli odam o'zini aybini, o'zini gunohlarini ustida ishlaydi. Birovlarni muhokama qilmaydi. Shu ahmoqligidan birovlarning aybini oqtarib yuradi. O'zing kimsan masalan? Kimsan? Shuning uchun iltimos sizlardan to'g'ri yurib, to'g'ri turaylik. Hammamiz bitta bu dunyoda o'zi kariya tugul bu dunyoda mehmonmiz. Mana bugun bitta opamiz vafot etdi. Hozir mana bitta opamizni erlari o'lib qoldi, xotini yoqib yuboringlar dedi. O'shan bilan o'zi tortishib o'tiribman o'zi. U tema bundan ham battar o'zi hozir. Men aytayapman, qanaqasiga eringiz yoqib yuborgani ruxsat beryapsiz desam, o'zini haqiqatlari bor opani ham. Shuning uchun o'zi asli odam bolasi yoqilmaydi. Odam bolasi aziz va mo'tabar qilib yaratilgan. Tushunyapsizlarmi? Hatto it ham yoqilmaydi. Inson hech qachon yoqilmaydi. Shuning uchun men o'sha odam bilan tortishib o'tirgan joyim edi. Endi meni tasavvur qilinglar. Menga nima deyolmayman-da, shu menga nima deyolmayman, shu xarakter shunaqa ekan. Shuning uchun Sherzodbek, ukajon, sabr qiling. Eng yaxshi narsalarga sabr bilan erishdik degan. Tushundingizmi uka? Sabr qilsangiz, hali ishoning, eng go'zal narsalar sabr bilan erishiladi. Hali jazava bilan kimdir narsa qilib yuboraman, bilan hech kim nimaga erishmaydi. Bo'ptimi uka? Shu daftarini mana qo'liga berdik. O'zi nima qilsa qiladi, qonunga beradi. Qonun nima desa ham ikkita qo'lingni ko'tarib tan ol, bor o'sha qonun bo'yicha jazoini ol. O'zing ham xotirjam bo'lasan. Maza qilib o'lim kelsa ham maza qilib xotirjam o'lasan-da, to'g'rimi uka? Ertaga oxiratda savol javob qanaqa ekan deb o'tirmaysan-da, xotirjamsan-da. Qari sen ham chiroyli xotirjam qaraysan-da. Shu bitta manaqa ish bo'lgan deb o'tirmaysan. Xotirjam, nimasini jazoimni olib chiqdim. Adovatiga yarasha ustundan yozni chizdi qildi. Dunyoda haqqini berdim deb xotirjam o'lasan uka. Tushundingmi? Shuning uchun men ikkalayni ham tarafini olmayman. Ikkalayni ham meni jigarimsan, u ham sen ham o'sta qonunga qo'yib qo'yaylik. Biz hali nima haligi Orolda haligi maymunlar jamoasi bo'ladi-ku, hali ibtidoiy jamoa paytida yashamayapmiz. Qonunlar bor, konstitutsiya bor, jinoyat kodeksi, bir narsa advokat, prokuror, sud bor, hal qiladigan. Oyligini olyapti, ular o'shalar o'zi biladi nima qilishdi. Biz bosh prokurorda o'rniga o'tirib olganda, kommentariyada o'tirib oladi, kimdir prokuror qoralab o'tiradi. Kimdir sudya hukm ham o'qib beradi kommentariyada o'tirib. Kimdir advokat himoya qiladi. Kimmiz biz? Hech kim emasmiz. Shuning uchun tushuninglar, iltimos. O'zi umr qisqa. Odam bitta nafas olgandan keyin qaytib chiqaralarmikinman deb o'ylash kerak-da. Tushunyapsizlarmi? Shuning uchun bu odamni muhokama qilmanglar. O'zimizni hayotimizda yashaylik. Mana men bugun mashinamni ustiga yana olib bora olmadim. Buzuq mashinam meni yuribman hali ham. Shuning uchun iltimos,
bir-birimizni xafa qilmaylik, yaxshi ishlarda birlashaylik. Agar birlasha olmasak, jim o'tiraylik. Sherzodbek, gapingiz bormi? Men o'chiryapman. Bo'ldi aka, shu agar qonun taraflama aybimizni isbotlab nimadir qilishsa, jazoni o'tashga tayyorman men. Hech qayerga qochib ketganim yo'q. Adresingizni menga tashlab qo'ying, men to'g'ri boraman-da, mana shu narsa isbotlansa to'g'ri borib, video qilmayman. Shunday ayasiga telefon qilib birga ketamiz o'zim nimaga? O'zbekistonga. Valloh, uyimni adresini ham, zavodimni adresini ham tashlab qo'yaman. Tashlab qo'ying. Men o'zim borib, ayasini qo'liga sizni topshiraman. Agar mana shu ish isbotlansa. Mana men shuncha gapiryapman, yana bittasini aytdi, sizni haqorat qilib yozyapti. Haqorat qilmanglar, insonlar, haqorat qilmanglar.